Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindoshinglar Nabijon A'lo. Bugun har biringlar bilan mushu videolik shaklda bir programma ishlashni loyiq topdik. İnşallah uzun vaqtdan buyon ba'zi bir sharoitlarimizning tufayli bir programma ishlayolmaydigan vaqtlarimiz to'g'ri kelmay qoldi. Onun için bugün her birinle bilen ortaklaştığın noktam, yani hazırki biz qarindoshlarimiz, bütün dünyadaki qarindoshlar hareketinde muhaciretdeki Uyghur qarindoshlarimiz şu videoluk şekilde Xitayni paş qilish, yani Şarkı Türkistan'daki türmü lagerlarda yig'ilish lagerlarda turayotgan bo'lsin, türmelerde olsun, bu qarindoshlarimiz uchun guvohlik berish faoliyatiga aktiv ovoz qo'shish ve bunun çoğu ehmiyetini, bunun çoğu faydasını iniq düşünüş şeklinde her birileri bilen bir ortaklaşaydık. Nurgun qarindoshlarımızın bütün dünyadaki qarindoshlarımızın ortak hareket kilişi bilen şu videoluk şekilde özünün tuqqanlarını meyli lager olsun, meyli türmük olsun, meyli alaqılışanmavatqan olsun, bu şekildeki ahvallarını videoluk şekilde bunu guvalık bir şekilde oturga çıkıvatıdı. Nurgun qarindoshlarimiz bununla hareketlendiriş güçte aktif pidakarlık alet hizmet kılıvatıdı. Allah o qarindoshlarımızdan razı olsun. Xitayning qarşı meydanıga çıkıp Xitay tacavuzlarga özünün urug' tuqqanlarini sürüştü qilish ve ular to'g'risicha ularning lagerda ekanligiga yakumuz izdireksiz yo'qlab ketganligi şekilde dünya cemaatçiliğe videolu halette guvalık birivatkan qarindoshlarımızdan mı? Allah razı olsun qarindoshlar. Bu bir hazır biz qılalayotgan ve qilishga tegishli ciddi bo'lgan bir xizmat qarindoshlar. Bunu qilmasa qilmaydi. Chunki Xitoy tajovuzlari hammamiz bilgandek 8 ayning 13 kuni Janvada dünya xalqaroning oldida o'p-ochiq shaklda özünün Şarkı Türkistan'da yig'ilish lager bo'lmaslikdek bir narsani itiraf qilmadi. Yani lager yo'q. Biz hech qachon Uyg'urlarning da yig'olmadik. Hammasi erkin holatda anda qiladi, manda qiladi deb Uyg'ur Qaysar Abdukarim degan bir shatotdan bizni akilib, o şekilde bir sözlütüp bu dünya xalqining ko'zini bo'ymoqchi bo'ldi qarindoshlar. O bir shatotning ko'tildığını bilen, bir şatotning mengisining julib ketgani bilen Uyg'urning amaliy ahvoli shuni degindek bo'lib ketmaydi. Xitoy tenavagan bilen dünya xalqi bu haqiqatni Xitoy demasimi har xil shaklda bu izlab so'rab muxbirlar bo'lsin va boshqa vositalar olsun Sharq Turkistondagi hattoki lagerlarning qaysi o'rinda, qayerga qanday joylashgan, hattoki son sifrlaridan tortib munosabatli xodimlarning qo'lida bor qarindoshlar. Onun uchun biz herkes Xitoyning tenavag'ini bilan umidsizlanib ketmaymiz. Bu biz uchun foyda. Qanday foyda deganda Xitoyning bu tenavlishi o'zining nayt rezil, nayt bir yolg'onchi, bir kazzab ekanligini yana bir qatim dunyo xalqiga oshkorladi. Bu biz uchun foyda. Shuning uchun hozir bütün g'arb bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin, bütün dünyadaki xalqaroning kun tartib masalasida bu axborot vositalari kun tartib kelyapti. Hattoki uzundan buyon sukut turayotgan Turkiya axborot vositalarida ham oldingi kundan boshlab 1 million Uyg'urning yig'ilish lagerida ekanligidek bir xabar o'tirg'i chiqyapti. Mayli gazeta bo'lsin, mayli televizorda bo'lsin, bu narsa o'tirg'i chiqyapti qarindoshlar. Bu nimaning natijasi ekanda bütün dünyadaki Uyg'urlarning meyli namoyish şekilde olsun, meyli imza toplaş olsun, meyli her xil şekilde münasebetlik devletlerinin axborot muxbirleri olsun, parlament a'zolari olsun, her xil şekilde münasebetlik organlar bilan uchrashishi, bu ahvollarni deyishi, dalil isbot bilan to'plashi, yetkazish orqali bu masala bugünkidek bir kun tartibga keldi qarindoshlar. Onun uchun bu bütün dünyadaki muhaciretdeki qarindoshlarning o'zaro o'zimning men nima ish qila olayman degan savolga o'zi javob izlab o'zining harakat qilish turtkisida bu natija hosil qilyotdi. Bu natija maydonga kelyotdi. Uning uchun biz endi buningdan keyin qanday qilamiz? Biz shaxsan men
Nebican əla, üzəm şəxs bulu sübtüm bilən, mən üzəmnin tuqqallarının guvalıqıdın üdələyimə. Üzəm bir şəkildə, videoluk şəkildə bir nəsini, bunun əhmiyetini, bunun faydasını, bunun Xitay təcavüzlərini biyaram qılıvatqanlığını, bunun Xitay təcavüzlərini texmi dünya xalqara cəmiyyət aldıda şərməndə qilish və bunun cəza lagerini axırda xalqaranın besim bilən bunu bika qıladigan holatga keltirish uchun buning uchun men his qo'shalayman qarindoshlar. Onun uchun men o'zimning bir kishilik hissasidan hammamiz men bir kishilik hissamni qo'shaychu degan shaklda o'tirib chiqib harakat qilsak, bu natija to'plashib anandagi unumni ko'rsatadi. Onun uchun qarindoshlar 11-ayning 6-kuni Dunyo Uyg'ur qurultoyining o'rinlashtirishi bilan Janvada Xitoylarning yana bir qatimliq aşağıda onun dünya xalqara aldida yana bir onun soruqini so'raydigan bir sorun kun ekan. Onun için biz 11-ayning 6-kuni Janvaga to'plashib bu yerda bir shaklda namoyishni o'rlashtirgan namoyish qatnashishni ümid qilyapmiz. İnşallah Allah xolisa shu namoyishga berib shu jarayonda Xitoy tajovuzlarining kelgan ümekning oldida biz jazo lagerining resimleri, plakatlarini tayyorlab, u yerda necha ming Uyg'ur kelalaydigan Uyg'urlar u yerga to'plashib biz Xitoy tajovuzlarining qarshida bu yana bir qatim ularni bu lagerlarni bika qilishga qistaymiz qarindoshlar. Onun uchun biz shu vaqtgacha yani 2 oyga yaqin vaqt var qarindoshlar. Biz bütün dünyadaki bu da Türkiye'de bir 15 günlük ziyaret olab qildik. Şu jarayonda qarindoshlarimiz bilan yani guvohlik bergan qarindoshlarimiz bilan bir uchrashuvlar olab qoldi. Shu yerdagi qarindoshlarimiz nihoyat tashabbuskorlikda o'zining tuqqanlarining ahvolini anlatgan bo'ldi. Buni guvohlik bergan bo'ldi. Onun için qarindoshlar, Türkiye'dekiler qarindoshlarımızın tuqqanlari turmada emas, bütün dünyadaki hamma yerdagi Uyg'urning tuqqanlarining 3 milyondan ortiq taxminan bundan jiq bo'lishi mumkin, taxminan 3 milyondan ortiq Uyg'urning turmada deb mushuni o'tirg'i chiqaryapmiz qarindoshlar. Balkim undan jiq bo'lishi mumkin. Aynan ko'chalar qurg'ilib ketgan, ota-onamiz aloqalashamayotgan, ularning izlariga bo'lmayotgan bu ahvol ostida qanchaligining hayot, qanchaligining shehid bo'lib ketganligidek bu statistika qo'limizda yo'q. Onun için bu musibet yalğız Türkiye'deki qarindoshlarımızning beshiga kelyapmidi? Bütün dünyadaki qarindoshlarımızning beshida bo'layotgan bu musibet. Onun için buni oshkorlaydigan, buni o'ttirg'i chiqmaydigan qarindoshlarimiz o'zimizning telefoni orqali, hammamizning telefonina oliy darajalik buning videoluk shaklidagi nimesini o'zimiz tatib, o'zimizning ismini, turishlik o'rnimizni, tuqqanlarimizning lagerda yoki izdireksiz yo'q ekanligini, ularning ism familiyasini, turishlik o'rnini deb lagerda, turmada yo'qolib ketgan bo'lsa, izdireksiz aloqa qilishamayotganmiz, degan shaklda shuni deb buning uchun o'zingizning guvohlik berganligingizni, manchilik vaqtdan buyon uning aloqangizning uzilganligini yoki manchilik vaqtdan buyon ularni yig'ivlash lager degan lagerda palani shaharda Pokoniyada bilsangiz bo'lmasangiz, shu shahardagi yig'ivlash lagerda ekanligidek bir narsani o'tirib qo'ysangiz, bu shuni o'zida isbot bo'ladi qarindoshlar. Bu shakl orqali deganda bu guvohlik beruvchilarning guvohligi bu mayli bizning nima vositalarimiz olsun, YouTube kanallarımızga toplab, bunu bir şekilde bir o'rindan chiqalaydigan, hem bunu ulanmasın münasebetli o'rinlarga evet besek veya ki bunu ijtimoiy uchur vositalari ko'plab taqatgandan keyin buni o'zi tarjima qilib oladigan, o'zi elib oladigan muxbirlar veya ki buni qiziqadigan axborot vositalari var. Bunu nuqtaliq yetkazib atgan qarindoshlarimiz ham bor. Onun için bu şekilde biz hammamiz bu şekilde o'rtaq xizmatni bu ishlar tartib bilan ilib borsak, inshaalloh bunun için bunun neticesi 1-2 kunda, 1-2 oyda ko'rilmasligi mumkin. Ama hozirgi vaziyatda Xitoyning bu Sharq Turkistonda qilayotgan zulmi, dunyo xalqaroning kun tartib kelayotgan bu vaziyatda buning egilari bo'lgan, bu zulmning tetayotgan shu azaplayotgan shu qarindoshlarımızın qarindoshlar biz bo'lganligimiz uchun
Bunun üçün biz dərhal meydanga həmmimiz oturğa çıxışımız, bunu anlaşımız, tərəf-tərəfdən guvalıq verişimiz, tərəf-tərəfdən 9-cu ayının 12-ci gün Avustraliyada ən axırı gün dedi imza toplaşdan. Bunun üçün imza atılan qarindaşlarımız imza etişini kısa eğer kılanmayımız, bilemeyimiz diyen bolsa ya biz bile alaklasa ya olmasa Avustralya'daki şu münasebetlik şu işini kılavatkan qarindaşlarımız bilen alaklasa o qarindaşlarımız bunun tertibini dep berdi o qarindaşlar. Onun için biz kolumuzdan kelgen işlerini qilishga tirsak nayt yaxshi deb qarayman. Axir deydiganim qarindaşlar. Vaqt münasebeti bilen gepimni jiq uzatmayman. Onun için bizning YouTube kanalim, yani Nebice Allah degan bu YouTube kanalı qurilgandan buyon nurg'un qarindoshlarımızning menga abonent bo'lishi, ya'ni buningga ilxat orqali abonent bo'lishi hamda har bir programmani bosh barmog'ini chiqarib qo'llashi natijasida bu programmamizning abonent soni kun sari eshiyotidu, ko'rish nisbati kun sari eshiyotidu qarindoshlar. Bu har birining qo'llab quvvatlashi bilan bo'layotidi. Onun için bir yerdə hər müşünü qollab quvvetləgən və bunun için qollab quvvetlədən qarindaşlarımğa alayda rəhmətimni bildirmən. Çünki bu şəkildə bolsa, bu bizning qilayotgan xizmetimiz muşu köp tarqılışı bilan, köp qarindaşlarımızın görüşü bilan bizning tarqatayotgan programmalarımızdan paydalı yerlərdən yoki şu programmamızdan özgə layiq paydalı yerlərdən paydalanıb qalsa, biz şundan xursand bo'lamiz qarindaşlar. Onun için yana davamlıq bu programımızı tarqıtıb qoyuşunlarını, bununla abonent buluşunlarını, yani əza buluşunlarını, anandikin baş parmağınlarını çıxırıb şu belgini besib qoyuşunlarını sorayımız. Çünki bunun da texamo programımızın qançalik dərəcədə sübtinin qançalik dərəcəligini bunu bilələyimiz. Bunun keyinki programımızla texam yaxşı qilishqa, texam ətraflı qilishqa tirişimiz qarindaşlar. Onun için yine bunun ki yani yaxşı yeni programlar bilen her birini bilen yani ortaklaşık tirişimiz qarindaşlar. Hammanızga Cenab-ı Allah tapşırıp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.